Assalomu alaykum. Hurmatli akalar, tanijonlar, sog'mi. Akalar, Buyuk Britaniyadan ko'rayotganimizlarni quruvchi akalarimizga salom, uzoqdan bizga kommentariy yozib turadilar akalar. Jonlar sog' bo'lsin. Hurmatli akalar, bugun Olotmol bozoridan videolarni olib boramiz. Buqachalarni, o'smir buqachalarni videolardan chiqarib boramiz. Kuzatib borasizlar. Endi o'smir kichkina kattasini ham bitta qilib qo'yamiz videosi sababli bu yerda bozor qo'shma kichkinaroq uchun. Bugun hafta kuniga shanba 22 mart sanasi kechagi Navro'z hammalaringizga muborak bo'lsin o'tgan bo'lsa ham. Tanajonlar sog' bo'lsin, eson-omonlikda ko'rishguncha bo'lamiz. Kanalimizni qo'llab-quvvatlab akalar videodan tirsak, like-cha, xohlasangizlar dislike-cha bosib tashlayveringlar, farqi yo'q. Kommentcha esdan chiqmasin, salomat bo'ling. Biz boshladik. Qani ayting? Qancha aytdi? 16,5. Ana shunday narxni ayting aka, 16,5 million so'm aytilibdi. Bozorda qancha savdo ko'rdi aka? Bozorda qancha savdo ko'rdi? 15 million bozorda savdo ko'rdi. Akalar mana bu qachani o'zimiz savdo qildik mana bu qani. 17,5 bermadilar. Aka bu kimdan ekan? Egasi yo'qmi? Böyle egasi bo'lsa kengsiga o'tamiz. Assalomu alaykum. Aka bu qancha aytamiz? Aka oling dedim. Men ham sizga berga keldim aka. 8 million so'm. Oling tamom aka. Aka so'radingizmi? 16? 16 million. Ana shu. Aydan pulim oldu 12 milyon so'm. Qaysini qilyapsiz aka? 12 mi? 12 so'radi, 12 olsa 12 mana aytdi. 12 million savdo etdim. Ozgina qo'shib berdi. Qo'shdim men. 12 million. 12 million savdo bo'lib turibdi, oluyor. Savdo 26,5 milyon beraman. Ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka yaxshi o'tdingizmi? Aka qancha bo'libdi bu qacha? Chuqurda turibdi lekin bu qa. Ha? Bismillah. Mana aytalikdaydi. 19 aytasiz. Bozor qancha savdo ko'rdi aka? 8 million so'm so'ralgan akalar. 18,5 million so'm. Keyingi bu qalaga. Sizchi, bu kimdan aka? 25 dan. Hammasi 25 dan aytadi. 20 dan savdo qilyapman ikkisi. Bu. Ha. Qizil, bu. Qizilman emas. Ha. Bu. Ha, orqada qarami? Ha, orqadagi alo ekan, mana bunisi 20 dan. Yak jo'ya. Eng kattasi o'shansi ekan. 17,5 bo'ladi. 17,5 bu. Ha. Savdosi qilib nasib etsa. Bu ha, tamam berasiz, tamam. Shuncha deyaptilar, endi akalar qitigina kelishasizlar yo'q. Qitigina bozorda aytgan narxlar balandligini o'zlari ham billalar ekan. Ayting nomeringizni. Ayting. 95. Balandroq ha. Nomeri sizdan chiqdi, menga hayajonlanma. Ayting. 95lik 550 554 38 38 77. 77 nomerga aloqa chiqasizlar akalar, endi kelishasizlar bu yo'g'ida. 20 ha, 20 deyaptilar, lekin 20 qitigina balandligini o'zlari ham billalar kelishasizlar endi bu yo'q momlaydi yo'q. Aka qancha bo'lib bu qacha? Assalomu alaykum. 22 dedim. 22. Buncha baland aytmang, chiroyli qilib beravering bozor. 22 deb aytir. Buni sotolmaganning foydasi yo'q. Bozorda qancha savdo ko'rdi aka? 18,5 berish kerak. Berish kerak deb zo'rman qo'ygan ekan. Endi meni shaxsiy fikrim bu. Zo'rmonchilik qildi lekin. Nasib qilsa nomer qo'yib ketamizmi? Ayting nomeringizni. 93lik. 449 Ana shu nomerga aloqa chiqib qo'yasizlar akalar. Ana shu polvondan. Ana shu polvonni buqasi. Asli. Bu yarim tirab. So'rasana bu yarim mana buqasi. So'rab. Keyin qatorga ketamiz. Savdo qildingizmi? 14 so'radingiz. Aka qancha deylar? 15 bo'lsa. Uni deyapti, 15 so'raman deydi. Bu qancha so'ragani, lekin narxi ko'p baland aytibdilar. Chiroyli qilib. Ha, go'shambirini men rostdan qayinlik 2 kilodan ziyod bo'lsa kerak. Kalamini oldi. 14 million shakam so'rabdilar. Kengsiga o'tamiz. Bunisi qancha bo'ldi endi? Yurun qilavering. Ha? 20 million so'm. Akalar biz mana shu buqa bilan zarar ko'rsatib mana shu buqani 33 so'radi ikkalasi. Akamizdan. Mana ikkalasi. 33 so'radi, lekin yo'q dedilar. 17,5 o'zini qilib bermadilar ular. Aka bering o'li ham lekin. Yo'q, qaytamiz ol nasib etsa. Baraka bo'lmasa aka, ko'ramiz. Mayli aka. Keyingisiga o'tamiz akalar. Mana bu 13 million 200 ming ertalar men shaxsan o'zim ko'rganimda. Yaqinroqdan olaman. 13 million 200 bo'ldi, men yonda edim savdosida. Aka savdosi bo'ldi bundan keyin. Qanchaga chiqdi? Berdim.
14 milyonga chiqdi o'sha 13. O'sha aka qilami? Akalar 13 million 200 bo'libdi. 14 million qolibdi, lekin yo'q. Aka 15 dan o'tib beraman deydi, taqtigina. Sog' bo'ling. Aka bu qancha bo'libdi? 18 million so'm. 18 million so'm. Olot bozorda qitigini narxlar baland aytiladi, ana shunisi ham unda. Lekin bitta gapda Olot bozorda hammani omadini bersin, olib sotar akalarimiz ko'p. Biz taxminan o'sha akalarimiz hech qanaqasida ber. To'g'risi-da 97% olib sotadigan akalarimizniki. Qani olish kerak. Olot bozori o'sha uchun ham qimmat deb hisoblayman. Buni bozorda ko'rgan narx qancha bo'ladi aka? Oladiga chiqdi. Oliyoq. Shu noti yarim bo'lsa ko'nglingizda qisqasi aka. Yuragingiz bildimi yo'qmi? Jo'li sog' bo'lsin. Nomer qo'yib ketamizmi aka? Mayli. Ayting nomer. 93lik. 93lik. 654 654 86 96 nomerlar ham kurto'y zaratoy ekan aka. Mana bu qancha? Buni qancha aytyapsiz endi aka? Zo'roq. Ha? 15 milyon. 15 million so'm. Ana aka narxiga qitigina yaqin aytdilar. Qitigina yaqin aytdilar. Qarab. O'zaro qancha savdo ko'rdi aka? Bozorda har xil so'rab. 15 million dedingiz, 14 million bo'ldimi? Har xil Ha. Siz 14,5 to'liq olmoqchisiz, yurakli. Ha deng. Biz ham shu odam. Ha. Sharoitiga qarab. Sharaf, ha? Nomer aytamiz aka. Siz dehqonmisiz deyman-da. Dehqon. Akalar, birinchi dehqonga uchradim hozirgacha. Ayting nomer aka. 93lik. 93lik. 475 475 374. 474 akalarni buqqa, mana yaqinroqdan ham olamiz, uzoqdan ham olamiz. Odam bo'yi bilan ko'rib olaverasizlar. 15 million aytibdi, endi keyin kelishtirib beradi. Darab 14 pulda qilingandan bu vaqatroq. Endi kelishib olaverasizlar. Menimcha kelishtirasizlar. Akalar dehqondan bu, 100%. 100% dehqon, o'rtoqlar akalardan emas. Baraka bo'ldimi? Bu qanchami? Bu qancha? Qanchaga baraka bo'ldi? 9,5 million so'mga qancha baraka bo'ldi? Ket. Gapiring aka, gapiring. Bu qachon qo'roncham tog'a bu? Tog'a bu qachon qo'ronchami? Ha, o'sha narxini qancha bo'ldi? Bo'ladigan kuni qiling. 9,5 bo'ladi, 9 ta beraman. Ha, 9,5 bo'ladigan 9 beraman deylar. Zo'r oldi. Salom. Kattadimi? Salom alaykum. Assalomu alaykum aka. Jon sog' salom. Qancha bo'libdi aka bu? 19 million aytilyapti. 9 million aytilyapti. O'zaro qancha savdo qilibdi aka? 18 million. Yaqinroq qilaman. 18 millionga savdo qildim. Unisi ham sizdanmi? Sizdan emas. Bu qaralar kimdan ekan? Qanchadan bo'libdi aka ular? Mana uzoqlashtirib olaman akalar mana. 20 million so'mlariki 21 million. Hamsi 20 million deylar ekan. 20 million. Ha. O'zaro qancha savdo ko'rdi aka? Bo'lganini ayting. 18 narxi 19. 18 ga 19. Ko'rish mumkin. Ko'rish mumkin akalar. Shu akadan. Aka nomer qo'yib ketasizmi yoki ketadingizmi? Yashar. Bo'ldi aka, joningiz sog' bo'lsin. Assalomu alaykum. Bozordagi eng katta buqa shu ekan deyman o'zi. Aka qancha aytyapsiz buni? Aka 32 aka savdo qilammi yo'q? Ha, savdo dedi. Qancha so'radilar? 27,5 million so'm, 32 debdilar. 27,5 million so'm. Akalar yaqinlashtirib olaman mana sizlar uchun. 27,5 million savdo qilgan. Keyingi 26 mingga 25. Mana bu yoqda ham bor ekan. Hozir. Bir odam ololmas, keling. 26 milyonga 25. Bunisi bu qaracha kimdan ekan? 18 oldu. 18 aytilib. Bozorga qancha savdo ko'rganda? 15 yarim. Bu Ko'chaga urdi uni. qacha. Bu yo'q ham sizdanmi aka? Ana, akalar yaqinlashtirib olamiz. Bunisi qancha bo'ldi aka? 23 million dedi. 23. Bunisi-chi? 23 million. 23 yarim. Bozor qanchadan savdo qiladi aka? 2 million. Ikkalasi 40 million. Ko'radi ham normal lekin. Odamchasi ikkalasi 40 million. Kecha Qarako'l bozori Olot bozoridan arzonroq ekanlar. To'g'risi, buqalarga baho berib qo'yasizlar kechagi buqalarga.
Kechangi hafta chiqargan buqalarimiz. Qora Panterus. Ha, ana shu akamizdan ekan. Akalar Olot bozori har doimgidek aytaman, o'sha fikrimda yana qolaman. Olot bozori qimmat nimagadir. Qarako'l arzon bu yerdan. Chunki ishonmaganlar kechagi videolar bilan bular bilan solishtirib olaversin o'zi. Ikkitasi 40 million. Aka sotildimi bu? Qora Panterus aka. Qancha bo'libdi aka? 14 deyapsiz. Deyturibsiz. Savdo qancha berdi aka? 12 Nomer chizib qo'yib ketamizmi? Nomer chizib qo'yib ketamizmi? Zo'r ekan bu qacha. Qo'yaman desam qo'ying. Ha, ayting. Ayting. Nomer chiz ayting. 94lik. 94lik ha. 322 322 0590. 0590 akalar 1200 ko'rgan ekan mana eng baland. Bu qacha lekin o'ta chiroyli ekan. Endi bu yoq muomala dunyo. Muomala dunyo. Mana. Buni olingchami? Qanchaga baraka bo'ldi? 95 ming. 95. Ha, pulini ol, jo'raman. 95 uzun bo'libdi lekin. Barakami? Aka, bu qancha bo'ldi aka? 25 million so'm. Aytibsiz. Bozor qancha ko'rdi aka? 20 million. Lekin uy joy ekan bu, ha? Yosh ekan. Bu parodada. Katta ekan bu ham. Aka bu qancha bo'ldi? 16 million so'm. Ha, 16 aytibsiz. Aytilibdi-da 16 bu. Savdosi qancha bo'ldi? Eng qizig'i shunda 16 aytilishini aytmak, savdo bitgandan. 14 yarim. Ana bunisiga ishonsa bo'ladi. 14 yarim. Mana, savdosi. Akalar qancha bo'ldi bu? 16 million deyapsiz aka. Deyapsiz. Siz qancha so'radingiz? Polvon taniymiz. Qancha so'radingiz? 14 million. Oli, 14 million qancha? Rost bo'l beray. Aka bu qancha bo'ldi polvon? 20 ming. Bozor zasdan kirin qilaring, chiroyli qilib so'ralgan qancha so'raldi? 18 million 200. 18 million 200 so'ralgan bo'lsa berish kerak edi, lekin bo'lcha so'ragan-ku. Lekin narxi ham zo'r bo'lgan ekan-da. Narxi ham zo'r bo'lgan ekan. Maydaroq bu qachalar tarafga qarab o'taveramiz. Aka bu qancha bo'ldi? 16. Kattasi ham 16, kichkinasi ham 16 ketadi, keyorgancha. Bozorga qancha savdo ko'rdi aka? 14 yarim. Anamizga ishonaman lekin. 14 yarim. Ana, akadagi kattaroq, lekin ariqroq. Bunisi aka? Bu ham 16, bir xil. Uchalasi ham bir. Uchalasi ham bir xil narxda. Mana bu 16, 14 yarimdan bo'libdi mana uchtalasi. Deyli aka. Sağ polvon. Assalomu. Siz? Qancha deyapsiz polvon? 13 million. Bozorga qancha ko'rdi polvon? 12 million savdo. 12 million savdo. Zo'r ekan, zamon. 12 million savdo ko'rdi polvondan. Bunisi rangi ham bir xunuk ekan lekin, ha? Rang. Ana o'smir bu qachalarimizdan akalar. O'smir maydacha. Mana yaqinlashtirib olishim mumkin mana, maydacha. Aka buni qancha aytamiz? 23 ikkalasi, ha? Jupiga 23 aytibdilar. Bozor qancha savdo ko'rdi aka? Bozor 20 million 700 ming. 20 million 700. 19 million 700 ko'rdim demoqchi edim. 20 million qadashimman-da. Ana akalar. 20 million 700 bo'libdi. Aka bozorga bitadimi, nomeringizni qo'yamizmi? Ayting aka bo'lmasa. Ayting. 93. Balaro. 93lik. 455 35 54. Ana shu nomerga aloqa chiqasiz akamizdan. 20 million 700 ming so'm bo'libdi akalar narxi. Juda qancha. Yakjoy. Endi kelishasizlar muomala bu yog'i. Aka bu qancha bo'ldi? 10 million. Ana buni. Ana shu. Nar. Ha, erkakligini ko'rib turman. 10 million deb. Aka xalq maza qilsin. Aka siz meni toniysizmi? Begona bilasiz, baland bo'lsa qimmat deb aytaman.
Chiroyli qilib ayting aka. Xalq mazaqsi nomer qo'yaylik. Yo bitta deysiz. 8 million mana so'rab turman. 8 so'radi. Bunlar bu modama. Faqat shuni o'tirman, o'shacha aytayapman. Yana bunga pulini ham saqladi dedim. Ber pulini mayli. Siz aka sigir sotib o'tkazayotgansiz. Men bilaman aka. Ana shu gapingizni aytasizda. Ha, to'g'ri aytdimmi? Lekin shunga javob beraman. Javob berasan shu gapingizga 5. Lekin hozir javob beraman. Shunisiga respekt. Aka Olot bozorida omadini bersin, hamma mol olib sotadimi, qo'yib sotadimi? 98 demaymiz, 95-97% olib baraka qiladigan, olib sotadigan akalarimiz bozor o'zi. Tan olaylik bunasi. Omadini bersin hammasini. O'sha uchun qimmat deyman men ko'p Olot bozor. Shu sababdan. Akalar o'yin deyaptilar, 8 million tog'am qilibdilar. Tog'a. Tog'am hayronlar, qotib qollar chetdan. Tog'a dussalab o'tirlar. Men pulni gap topmayman oldim, o'g'ayimiz. Ha, chiroyli qilib bering aka. Beraman. Chiroyli qilib bering. Aka bu qancha bo'ldi endi? 10 million. Bu ham 10 million. Bu bo'y baland lekin. Bak, lekin u yoshroqda shunisida farq bo'ldingda. 10 million akalarni. 10 million. Qo'lma yaxshimisiz, tinchmisiz? 15 Bu qanchami? Havo. Qancha bo'ldi aka bu? 8 notman, kelishtirib 8 million? 8 million deb turgan akalar mana. Kelishtirib beraman. Kelishtirib beraman deydi. Akalar galishlikni deb o'ylamayman. Akalarimiz shunaqa gapirishasini. Mana. Qaysi bir baraka o'zi? Aka bu qancha kimdan ekan? Qaysi? Bu qanchani o'zim olib berdim. 6 million qanchaga? Qanchaga olib berdim-da? Aka bu qancha beribdi? Aka? 15 million. Aka begona emasdi aka. Salom. Kaptivan qilib 15 million. Ya bo'ladi, guruh qilib har doim Osmonni aytmang, chiroyli qilib bering. Shu videoni ko'rsangiz Osmonga o'chasizda, aka bo'ladi, guruh qiling. Bunaqa emas-ku. Bir bo'lsa beramiz. Deyapsiz. Deyapsiz. Aka bo'gat qo'ymang, bozor-ku bu. Ha, bozor-ku. Ha, mol zo'r. Umr bo'lsa beraman deylar. Nomer qo'yamizmi aka? Nomer ham beraman. Nomer har kim qo'yiladi o'zi. Ha, bo'ldi. Johnny Sovus Telegram kanaliga qo'yasiz-da? Ha, Johnny Sovus. Bunisi kimdan aka? Aka bu qancha bo'ldi? Ha? Bebahom aka. Ha, oldingizmi? Qancha bo'ldi? Shunisini ayting. Sizga qarab boshqalar ham oladi-da, siz bir xalqqa bir foydangiz tegsiz. 9 million oldim. 9 million oldim deb akam g'irt alladilar. G'irt alladilar. Aka nima bo'ldi? Bular. Ha? Akalar tondingizlarmi bachani? Turishi bir yigitda uni. Sherik ham keldimi? 14 million. Yakjo, ha? Aka toni o'zlari biladilar. Ha, omadlarini bersin. Aka bo'ladigan qiling nomer qo'yamiz. Akalar bitta realni aytaman, aka buqacha bilan shug'ullanadi. Faqat mayda buqacha, mayda g'unojcha aka realni omadini bersin. Qancha bo'ldi? Ya, bo'ladigan qiling baland. Baland, chiroyli qilib. Baland. 14,5 emas, 14 deng. 14 da beraman yo'q ekan. 14 deng. Siz deng qanoli? Siz deng unaqa qilmang. 14. Akalar 14 aytinglar, lavzlarni olib yana tushib beradilar, chiroyli qilib nomer ayting. 94lik. 45-44. Akalar, agarda ana shu odam tushib bermasa, tamom bo'ladi, lekin aytib qo'y. Akalar 7 dan bo'libdi, 14 bo'ladi yakjoya. Lekin yana o'zga tushib beradi. Yuziga mardaga o'niga aytib ketaman, tushib beradi. Aka bunisi-chi? 9 dan. Aytibsiz. Bozorga qancha savdo ko'rdi aka? Bozorga qancha? Aka, bozorga qancha savdo ko'rdi? Aka, Olindi mana. ha? 16 ikkitasi. Aka baraka qilingizmi buni? Olindi aka. Buni uchun. Qancha? 4 million? 5 million beraman berasiz. 5 million. Omadini bersin mardaga. Omadini bersin. Kelsin. Akalar